kanalimni rivojiga yordam qilayotganlarni duo qilaman hammalaringni. Sizlardan iltimosim menga a'zo bo'lib qo'ying. Yo a'zo bo'lmayman deyda qolsangiz bitta like bosib qo'yavering. Rahmat deyveraman shu like'larga ham. Chunki boshqa odamlar kimlargadir bu ehtiyojiga kerakdir. Balki kamchiligim bo'lgan bo'lsa, yo bo'lmasa gapirishdami, yo biladigindami, maslahatimdan birida kamchiligim bo'lsa, kommentariyalarda ayting, o'sha kamchiliklarni to'g'rilaymiz. Yo bo'lmasam keyingi safar nima to'g'risida olishini ko'rishni xohlasalar, shu to'g'risida ham qilaman. Meni maqsadim mana shu kanalda esdalik qoldirish xolos. Hech qanday haligim yo'q. O'shaning uchun esdalik videolar bo'ladi, maslahatlar bo'ladi, erib ketsam duolar bo'ladi. Hammalaringga rahmat o'rtoqlar. Meni yo'qotib qo'ymaslik uchun o'sha podpiska bo'lib qo'ying. Haligi boshqa blogerlarga o'xshab men mana Telegram kanalimga o'ting, yo bo'lmasa Facebookda meni qidirib toping, yo bo'lmasa digdaqa haligim yo'q. Ular o'sha Telegram kanaliga o'tdimi? Bo'ldi, tamom. Bekarga sizni o'rgataman degan yeri o'sha o'zida o'ladi. Siz o'sha Telegramga o'tishingiz bilan sizga karta nomerni tashlaydi. Karta nomer tashlaydida o'zini aytgan summasini, o'sha kursini, pulini aytadi. Mancha so'm shu kartaga tashlab bering deydi. Siz deydi, bizdan o'rganasiz deydi. O'rganmay qo'yavering ularni. To'g'risi ham-da. YouTube'da o'zi o'rgatadi. O'zi hamma narsani o'zi sizga rekomendatsiya qilib beradi. Mana bunday qiling deydi, bunday qiling deydi. Kinolaringiz, yaratayotgan filmlaringiz, shortlaringiz sayozroq bo'ladigan bo'lsa, sizga boshqa shortlarni ro'para qiladi. Mana bunday qilib yarating deydi. Trendga chiqib ketgan deydi. Mana bu trenddagilarni qo'ying deydi, sizlar yarating deydi. O'zi beradi. Vaqt kelganda o'sha odamingiz yetarli bo'lgandan keyin u o'zlari menimcha bilsam bilmasam cheris player bilan pulingizni olishingiz mumkin deyishi ham mumkin, lekin men hali u yerga yetib borganim yo'q. Men bu yerda eksperiment o'tkazyapman hozir YouTube'da. Balki shunaqa deb menga ham maslahat berar, yo bo'lmasa cheris kimdandir menga xabar jo'natishi mumkin. Mana odam ancha mehnat qilib qo'ydi, mana shuncha zo'r videolarni qo'ydi, kontentlarni qildi. Dichosi ham joni achidi shu odamni. Shunga bir maslahat beringlar, foydalanib qolsin deyishi mumkin. Endi u qachon? U meniga chiqib olib 9 yillik stajim bor, 10 yillik stajim bor. 10 yillik stajim bo'lsa, 10 yil, men ham 10 yil mana shu YouTube'da mana shunaqa jo'ranib o'tirayndi. Otamga ham dars beradi qolib ketaman hammangni. Chiqib oladi. Men bepul o'rgataman dedi. Bepul o'rgatsang, o'rgat deb turib bunday jichcha kirsang, gapiradi, tevaga bosib qo'ying deydi. Podpiskani bosing deydi. Boshqani qiling deydi. Keyin oxirida men Telegram kanalim bor edi. Telegram kanaliga taklif qilindingizmi? Tamom. Telegram kanal o'sha sizni bu YouTube'dan chiqib olib pulingizni shilish. Qirg'izcha aytganda xuddi shu. O'shaning uchun bu maslahatlarni yangi YouTube'ga a'zo bo'layotganlar, YouTube'da o'zini kanalni yurgizayotganlarga maslahatim. YouTube'da o'zi bilan maslahatlashing, o'zini gapini qiling, bo'ldi, tamom. Uni boshqa bir pul. U ayniqsa o'sha Telegram gapi to'g'andan keyin endi nima desam, o'sha tasha. Gapi to'g'andan keyin YouTube bilmaydi sizdan qancha pul so'rashini, yo'qsa sizga qanaqa karta nomer tashlashini YouTube bilmay turadi. Siz aqabit oladida, sekin o'rgatyapman deb turib. Chunki men ham ko'pini hammasini tomosha qilganman. Men oxiri shunaqa deydi, bo'p sekin o'taman. Shu Telegramga darrov karta nomerni ro'para qiladi. Mana unga mancha so'm pul o'tkazib qo'ysangiz deydi. Sizga men zo'r maslahat. Menga maslahat bermay qo'ying, nima qolaman? Ana YouTube'da o'zi maslahat beryapti. Sizlarga ham maslahatim shu.
YouTube'da o'zidan so'ranglar. YouTube'ga sizlardaqa odamlar kerak, bizdaqa odamlar kerak. Ishqiboz, o'zidan bir narsa yaratib, bir narsa esdalik qoldirmoqchi odamlar YouTube o'zi tarbiyalab oladi. Hammalaringga rahmat, salomat bo'linglar. Yaxshi kunlarda uchrashish, mana shunaqa yaxshi temalarda gaplashish hammamizga nasib qilsin. Uzoq yillar bir-birlarimizdan ajralmagan holda yurishlik hammamizga nasib qilsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.